O'rtoqlar, Yangi bozor shunday sentrning o'zida, Qorasuv Medline podvolida keyingi kiyim do'kon ochildi deyishyapti. Bu yerda kiloli ekan, juda ham arzon va sifatli deyishyapti. Hozir sizlarga qiziq bo'lsa, shuni men obzor qilib beraman. Xullas, mana masjidga ketaverishda shunday mana diagnostik sentr shunday pastdan tushib ketiladi. Kiyim do'konni yozib qo'yishgan mana hozir. Xullas, o'rtoqlar, shunday zinadan tushib kelganlarda sizlarni shunday kiloli do'kon kutib oladi. Bu yerda erkaklar, ayollar va bolachalar uchun har xil turdagi kiyimlar sifat darajasida arzon narxda mavjud. Xo'p, misol qilib oladigan bo'lsak, mana bolachalarimiz uchun futbolka, shortiklar, dvoyka, tepa-past futbolka, shortiklarni kilosi 210 mingdan ekan. 210 ming deganga xavotirlanib, qo'rqib ketmanglar. U kilosiga 12 ta, 13 ta chiqadi bundan. Donasiga hisoblaydigan bo'lsanglar, 16 ming so'mga dvoyka, futbolka, shortik. Mana bu tarafda 1 yoshgacha bo'lgan farzandinglar uchun bodilar joylashgan. Narxi 20 ming so'm. Juda ham arzon va sifatli. Muzda yumshoq, salqingina mazza qilib kiyishadi. Boshqa joylarda 75 ming sotilayotgan Liberty bu yerda 24 ming so'm. Kilosi 250 ming. Donaga 24 ming chiqyapti. Bemalol kelib ko'rib, boshqa joylar bilan surishtirsanglar bo'ladi. Mana erkaklar uchun futbolkalarga keladigan bo'lsa 230 ming ekan kilosi. Donaga 36 mingdan boshlab chiqyapti. Kelib qimmat demasdan oldin sifatini ko'ringlar. Keyin bemalol baho beraverasizlar yog'iga. O'rtoqlar, video sizlarga yoqqan bo'lsa va manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoga bitta like bosib, podelitsiya tugmasini bosib, do'stinglarga jo'natib qo'yinglar va shu do'konga kelib bemalol kiyimlar xarid qilishinglar mumkin. Kelinglar, kutamiz.